Kimgaki ota-onasi tirik bo'lsa boshida, ularni xizmatini qilib, ularni duolarini olib, do'zaxdan o'zini qutqarib jannatga kiritolmagan bo'lsa, burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin. Amin deng ya Rasululloh dedilar. Amin dedim dedilar. Qarang, ma'noni qarang. Ota-onasi boshida turib, ularni xizmatini qilib, duosini olmasdan, ya'ni jerkib, xizmatiga qaramasdan, ularni tashlab qo'yib, ularga bir e'tibor qilmasdan, zoya qilib, ya'ni nima bo'ldi natijada? Do'zaxga yuztuban bo'ldi. Qutqara olmadi o'zini. Jannatda kaliti shunday oldida edi. O'sha kalitdan istifoda eta olmadi. Endi mana shunday qilgan bo'lsa, xor bo'lsin bu inson. Dunyoda ham, oxiratda ham. Amin deng ya Rasululloh dedilar. Dedi birodarim, men amin dedim dedilar. Ikkinchisi, kimiki agar siz zikr qilinsangiz u sallallohu alayhi va sallam demasa, Muhammad alayhissalom deyilganda sallallohu alayhi va sallam demasa, xor bo'lsin, burni yerga ishqalansin. Amin deng dedilar. Amin dedilar. Uchinchisi, mana hozirgi bizning holatimiz. Kimgaki Ramazon oyi kirsa, Ramazonga shohid bo'lsa, 4 muchali bud bo'lsa, biron joyi kasal emas, bemor emas, sog'lom, ko'rgan insonni havas keladigan bir zabardast yigit inson. Lekin Ramazonni g'animat bilmasdan, ibodatlar qilmasdan, ro'zalar tutmasdan, xatmi Qur'onlarga qatnashmasdan, bu Ramazonni bekorchilik bilan o'tkazib, do'zaxga yuztuban bo'ladigan bo'lsa, jannatga o'zini kirita olmaydigan bo'lsa, o'sha bandani ham burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin. Amin deng dedilar. Dedi, amin dedim dedilar payg'ambar alayhisalom. Qaranglar azizlar. Ota-onaga hurmat, payg'ambar alayhisalomga hurmat, sallallohu alayhi vasallam deyish va Ramazonni g'animat bilish. Mana shu uchtasini g'animat bilmaganni hattoki farishtalar la'natlayaptilar, hattoki farishtalar uni xor bo'lishligini duo qilyaptilar va Rasulullohga ham siz ham ayting deyaptilar. Katta narsa bu. O'ylab qaralsa katta narsa. Hozir Ramazon oyida turibmiz. Alloh Ramazonimizni xayrli aylasin. Gunohlarimizdan mag'firat aylasin. Bilmaymiz biz. Balkim bu oxirgi Ramazonimiz bo'lishligi mumkin. Bilmaymiz biz. Balkim bu oxirgi xatmi Qur'onlarimiz bo'lishligi mumkin. Hech kim kafolati yo'q. Kelasi yil Ramazonga yetaman, xatmlarga qatnashaman, ro'zalar tutaman deyishga hech kimda kafolati yo'q. Holiki bir yil emas, bir kun ertasini inson bilmaydi, hal qilmaydi, insonning qo'lida emas. Demak, g'animat bilaylik Ramazonni turli bekorchi narsalar bilan emas, ibodat bilan, ro'za bilan, yaxshilik bilan, ota-onaga yaxshilik qilish, qavm qarindoshga, mu'min va musulmonlarga pushtu panoh bo'lishlik bilan o'tkazishni Alloh nasib aylasin. Rasulimizga muhabbatimizni ziyoda qilsin. Inson dinini qachon o'rganadi? Qachonki Rasulullohga muhabbat qilsa, qachonki Rasulullohni sevsa. Sevish endi til bilan emas, sevish endi birinchi dil bilan, til bilan, harakat bilan, amal bilan, payg'ambar alayhisolamning sunnatlariga ergashish bilan. Mana shu haqiqiy sevish. Rasulullohni sevamiz. Rasululloh deganda hungillab yig'laylik-u, lekin u zot alayhisolatu vassalomni amallariga teskari amal qilsak, u sevishimiz emas. U yolg'onchilik u. Alloh asrasin, u munofiqlik bo'ladi u. Alloh taolo sevgimizni ham, harakatimizni ham, amalimizni ham haqiqiy Rasulullohga ummat bo'ladigan bir sevgi, bir harakat bo'lishligini Allohim nasib aylasin. Tobiinlarning ulug'laridan Hasanul Basri rahimahulloh roziyallohu anhu desa ham bo'ladi. Tobiinlarning ulug'i bo'lgan u kishi. Sahobalarni ko'rgan, tobiinlarning eng kattasi, yosh jihatdan ham, martaba jihatdan ham, mavqe jihatdan ham. Hasan Basri rahimahulloh aytgan ekanlar. Ota-onaga yaxshilik qilishni tushuntirgan ekanlarki, ota-onaga yaxshilik qilish, qo'lingdagi mol-mulkni ular uchun sarflashing. Gunoh bo'lmaydigan ishlarda ularning buyruqlariga itoat qilishing. Ota-onaga yaxshilik deganda nimani tushunamiz degan savolga javob berib aytgan ekanlarki, ota-onangni yaxshi ko'rishing, birinchi navbatda qo'lingdagi mol-mulkingni ota-onang uchun sarflashing. Endi gunoh bo'lmaydigan buyruqlari bormi? So'zsiz itoat etishingda. Modomiki gunoh emasmi, modomiki ma'siyat emasmi, ota-onang bir ishga buyurdimi, albatta unga shoshilishing, mana shu ota-onangga yaxshilik qilishing deb tushuntirgan ekanlar. Endi gunoh o'rnida endi itoat yo'q, buni bilamiz. La itoata fi ma'siyatil xoliq. Xoliqning ma'siyati uchun
maxluqqa itoat yo'q. Endi hech qaysi ota-ona farzandini yomonlikka, bir do'zaxga yuztuban bo'lishni xohlamaydi o'zi aslida. Ota-ona farzandiga yaxshilikni xohlaydi, hamisha xohlab kelgan. Bu Allohning ota-onaga fitratiga joylab qo'ygan narsa. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytgan ekanlarki, ota-onaga yaxshilik qilish bu katta gunohlarga kafforat. Agar inson ota-onasiga yaxshilik qilsa, gunohi kabira qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha gunohini kechiradigan, o'sha gunohini yuvadigan yaxshilik bu deb aytgan ekanlar. Ibn Uyayna rahimahulloh aytgan ekanlar. Ota-onangni yaxshiliklarini qay tarzda qaytarish kerakligi haqida aytgan ekanlarki, inson 5 vaqt namoz o'qiydi. Bu Robbisiga hamd aytishi, bu Robbisini shukrini qilishi. 5 vaqt namoz o'qiymiz. Bu birinchi navbatda Allohga minnatdorchilik bildirish. Ey Allohim, biz yo'q edik, paydo qilding. So'ramagandik ne'matlar berding. Mana shu ne'matlarimizni rahmati senga namoz o'qishimiz degani bu. Kim 5 vaqt namoz o'qisa, Robbisiga ne'matlarga shukronasini aytgan ekan deb aytgan ekanlar. Davomida aytgan ekanlarki, endi mana shu namozidan keyin ota-onasini duo qilsa agar, bu ota-onasiga aytgan rahmati deb aytgan ekanlar. 5 vaqt namoz o'qishi ota-ona Allohga aytgan rahmati. 5 vaqt namozdan keyin ota-onasini duo qilishi bu ota-onasiga aytgan rahmati. Haligi narsalardan tashqari mollarimizni, jonimizni fido qilib, ularni girdib atroflariga girdi kapalak bo'lib, parvona bo'lib xizmatlarini qilishimizdan tashqari yana duolarimizda eslab bo'lib ham qaranglar, farz namozdan keyin mana 5 vaqt namozni o'qiymiz. Namozlarni, zikrlarni tugatgandan keyin duoda qo'l ko'tarib, ey Alloh, otamni rahmat qil, onamni mag'firat qil, o'tgan bo'lsalar rahmatingga ol, tiriklarni boshimga soyabon ayla deb duo qilish. Agar shunday qilsa inson ota-onasiga rahmat aytgan bo'lar ekan. Haligi moddiy yordam, moddiy ma'naviy nimalardan tashqari bu. U albatta bo'ladi. Uni qilmasdan men bo'ldi, ota-onamga duo qilyapman deb kasal bo'lsa qaramasdan, ovqatidan qaramasdan, sharoitidan qaramasdan turib, mana kecha-yu kunduz duo qilyapman men, rahmat aytyapman emas. Bandalik jihatidan, farzandlik jihatidan ularni sharoitiga qarab qo'yib, ularni ta'minlab qo'yib, u bilan ham kifoyalanmasdan duosi bilan ham ota-onasini eslash. Mana shuni o'rgatyapti dinimiz, mana shuni o'rgatmoqda ulamolarimiz, dinimizni o'rgangan ulamolarimiz o'rgatmoqdalar. Azizlar, yana bitta ma'noni o'qib qoldik, juda ham e'tibor beradigan ma'no. Ulug'larimiz aytgan ekanlarki, agar qaysi bir ota-ona farzandi bilan murosa yo'lini tutsa, ya'ni farzandini bir gapirib qo'ysam agar g'azablanmasin, achchig'i chiqmasin, shu farzandi meni jerkimasin deb muomala qiladigan bo'lsa, o'sha banda qo'rqsin, ota-onasiga oq bo'layapti deb ogohlantirgan ekanlar. Azizlar, qaranglarki, ota-ona oq bo'lishi uchun seni oq qildim deyishi emas, shunchaki qattiq ranjib qo'ysa ham oq tushib qolishligi mumkin ekan. Bu ma'noni qarang, boyagi tepadagi ma'noni. Qaysi bir ota-ona farzandi bilan murosa yo'lini tanlasa, ya'ni farzandi bilan ochiqchasiga gapira olmaydi, farzandidan hadiksiraydi, qo'rqadi, hozir bir gapirib qo'ysam menga baqirib ketmasmikan, hozir bir gapirib qo'ysam meni ranjitib qo'ymasmikan deb masofa saqlab gapiryapti. O'sha holat bo'ldimi, ehtiyot bo'lsin, u farzand ota-onasiga oq bo'lishni boshlayapti deb ulamolar aytgan ekanlar. Bu ma'noni qaranglar azizlar. Hali seni oq qildim, rozi emasman, bergan sutimga rozi emasman emas. Shunchaki farzandi bilan distansiya deymiz-ku, masofa saqlab gapirishga ota-ona hayqiyaptimi? Farzandi qattiq gapirib, ranjitib qo'yib shunaqa holatga keltirib qo'yganda ota-onani. Ki ota-ona masofa saqlayapti. Bolasini tabiatini biladi. Hozir bir gapirib qo'ysam agar menga baqiradi, hozir bir gapirsam meni ranjitib qo'yadi bu deb masofa saqlab gapiryapti. Agar shunaqa holat bo'lyaptimi, u o'g'il, u farzand, u qizmi, o'g'ilmi, farzand ehtiyot bo'lsin, ota-onasiga oq bo'lishni boshlayapti deb aytgan ekanlar. Duo qilamizki azizlar, Allohim bizlarni dunyoga keltirgan ota-onalarimizni o'zing rozi bo'lgin, rahmatingga ol o'tganlarini. Bizlarni tarbiyat qilgan, ilm berayotgan ustozlarimizni ham o'zing rozi bo'l. O'tganlarni rahmatingga ol, tiriklarni esa boshimizga soyabon va nasihat go'yayla. Bizlarni esa ota-onalarimiz, ustozlarimizni xizmatida bardavom bo'lishligimizni, ularni duolarini olib, Allohimizni, seni roziligingni olishimizni Allohim barchamizga nasib ayla.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.